xonazalida Abdulla Qodiriyni O'tgan kunlar, Mehrobdan chayon kitoblarini ingliz tiliga tarjima nashri chop etilgan edi. O'shaning taqdimot marosimi bo'lib o'tmoqda. Bu nashrni tayyorlashimizda bizga katta yordam bergan O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti, Abdulla Qodiriyning nevaralari Sherxon Qodiriy, Xondamir Qodiriy, O'zbekiston nashriyot matbaa ijodiy uyi jamoasi bu nashr uchun juda katta hissa qo'shishdi, katta mehnat qilishdi. Men o'ylaymanki, bu nashrimiz xalq orasida ommalashib, barcha oilalarga kirib boradi degan umiddaman. O'tgan kunlar romani chop etilganiga 100 yilligi nishonlanyapti. Bu ayrim raqamlar, sanalar bilan bog'liq. Lekin u Abdulla Qodiriy adib sifatida qachondan o'ylay boshlagan, qachondan rejalashtira boshlagan aniqlash juda qiyin. Bugun bayramligi shundaki, o'zbek zamonaviy prozasining shoh asari O'tgan kunlar buni ingliz tiliga, rus tiliga qaytadan chop etilibdi. Yusufbek Hojining tili, Yusufbek Hojining falsafasi, munosabatlari, madaniyati o'zbek xalqini milliy muomala odobini cho'qqisi deyish mumkin. Qodiriy Yusufbek Hoji obraziga jamlagan ana shu. Men shunday istardim, qalamkor sifatida inglizlar qanday qabul qilishadi yoki fransuzlar qanday qabul qiladi. Mana shu munosabat bilan mana shunday tadqiqotlarni ko'paytirishimiz kerak, yana keyin ommalashtirishimiz kerak.